Salom dahshatli armiyasi UFC 313 dan keyin Justin Gage'ning jangdan keyingi bergan intervyusi shu edi. U juda ham qisqa gaplarni edi, ammo asosiy savollarga javob berdi. Bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Men bo'lsa boshladim. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top vekeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Justin, sen o'zing aytdingki, sen juda ham shov-shuvli jangchisan. Yana bitta zo'r jang bo'ldi. G'alabadan keyin o'zingni qanday his qilmoqdasan? Zo'r his qilmoqdaman. Jangni qayta ko'rib chiqmoqchiman, chunki ko'p narsani eslay olmayman. Faqat esimda bo'lgan narsa, murabbiyim menga birinchi raunddan keyin oyoq zarbalarini to'xtat dedi. Keyin esa keyingi 2 raundni olishim kerakligini aytdi. Shu narsa esimda xolos. Ha, va sen bu narsani uddalading. U qisqa muddatda jangga chiqqani, bosim qilgani va oxirigacha jang qilgani seni hayron qoldirdimi? Ha, seni olganda hayron qoldim. Ayniqsa Hayki ko'rganimda u yiqilmadi. Menga chiroyli nokaut qilishga yo'l bermadi, lekin u haqiqatan ham qattiq ekan. Hattoki uppercut bilan yiqitdim. Haykik bilan shu ishni qila olmadim. Bu narsa hayratlanarli. Juda ham zo'r jang bo'ldi. Jang tugagach o'zingni g'olib deb his qildingmi? Ha, o'ylaymanki, ikkinchi va uchinchi raundni oldim. Lekin bilasanmi, bu narsani hech qachon aniq bila olmaysan. Shuning uchun men ham burchagimdan so'radim. Men yutdimmi o'zi deb, chunki bu narsani o'zing sezmaysan. Sening eng katta ustunliging shundaki, sen kim bilan jang qilsang ham juda ham shov-shuvli bo'ladi. Lekin o'zing nima qilmoqchisan? Dan Hooker bilan jang qilishni xohlaysanmi yoki to'g'ridan to'g'ri stil jangni kutasanmi? Endi nima qilishni xohlaysan? Bilmayman. Rostdan bilmayman. Ko'ramiz. Lekin hozirgi vaqtda o'zing nimani xohlaysan? Albatta, men kamar uchun jang qilishni xohlayman. Lekin uslub jihatdan bu umuman boshqa jang. Hozirgina menga ponchik berishdi. Bittasini tishladim. Lekin agar Makhachev bilan jang qilmoqchi bo'lsam, to'xtamasligim kerak. Dustin Poirier oxirgi jangida u bilan to'xtashni xohlamaysanmi? Yo'q, oldin ham aytgandim. Bizning oila bunday azobga loyiq emas. Hisob 1-1, men bunga e'tiroz qilmayman. Agar unda ham bu bilan muammo bo'lmasa, yana jang qilishning nima keragi bor? Biz boshqa odamlarni yengib pretendent bo'la olmaymiz. Agar biz urushsak ham, baribir ham g'olib pretendent sifatida ko'rilmaydi deb o'ylayman. Unda uni oxirgi jang kimga qarshi bo'lishni xohlaysan? Bilmayman. Yaxshi savol. Makhachev bilan. Justin Makhachev haqida gap ketganda, sen kardioni yaxshilash kerakligini aytding. Bundan tashqari unga qarshi tayyorlanish uchun yana nimalarni kuchaytirishing kerak? Jang qanday o'tadi deb o'ylaysan? Jiu-jitsu bo'yicha murabbiy kerak bo'ladi. Lekin eng muhimi bu ishonch. U har kim uchun og'ir raqib, juda kuchli, juda yaxshi. Men uni yutish uchun ideal jang o'tkazishim kerak bo'ladi. Prosmotr yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Prosmotr uchun rahmat dahshat armiyasi.